Vatanga, el yurtga bo'lgan mehr-muhabbat bolalikdan boshlanadi. Mamlakatimizda ham yurt tinchligini himoya qilish, osmonimiz musaffoligini ta'minlash yo'lida xizmat qilish orzusidagi yoshlar safi kundan kunga ortib bormoqda. Kelajak avlodim vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy armiyamizga bo'lgan qiziqishni orttirish kabi ezgu maqsadlar bilan tashkil etilgan Namangan Qalqon maxsus guruh nodavlat ta'lim muassasasida ham ayni shunday bolajonlar tahsil olmoqdalar. Istiqlolning 38 yilligi va yangi o'quv yilining boshlanishi arafasida ushbu harbiylashgan ta'lim muassasasida tantanali ochilish marosimi tashkil etildi. O'tgan yilning avgust oyida o'z faoliyatini boshlagan Namangan Qalqon maxsus guruh nodavlat ta'lim muassasasi Uychi tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 23-sonli maktab qoshida tashkil etilgan. Ushbu harbiylashgan nodavlat ta'lim muassasasida 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan 500 nafarga yaqin bolalar tahsil olmoqdalar. Dastlab menda hayajon, qo'rquv va oz bo'lsa-da ishonchsizliklar bo'lgan, chunki bu yangi ish edi. Xalq buni xohlaydimi? Kursantlar ishonchini oqlaydimi? Va menga ishonch bildirgan kishilarning ishonchini oqlay olamanmi degan hadik bor edi. Lekin mana ko'rib turganingizdek, barchasini uddalab o'tdik. Hozirda Qalqon maxsus guruh nodavlat ta'lim muassasasida 485 nafar kursantlar bor. Demak, biz xalqning e'tiboridamiz. Kursantlar bizni xohlashyapti. Bizning asosiy maqsadimiz ham shu edi. Kelajakdagi rejalarimiz xalqning va kursantlarning talabidan kelib chiqqan holatda respublikaning turli viloyatlarida yana 5 ta filial ochish rejamiz bor. Prezidentimizga juda katta rahmat aytmoqchiman. Shu o'rinda meni qo'llab-quvvatlagan, menga yelkadosh bo'lgan Uychi tuman hokimi Shuhrat Mirsodiqovichga va xalq ta'limi bo'limi mudiri Muzaffarjon Mo'minovga ham tashakkur bildirmoqchiman. Ularning yordami bilan Qalqon maxsus guruh nodavlat ta'lim muassasasi faoliyatini mana shu darajaga olib keldi. Bolalikdan harbiy sohaga qiziqishi yuqori bo'lgan Lazizbek Ne'matullayev ham maktabning jonkuyar murabbiy va o'qituvchilaridan olayotgan bilimlarini to'laligicha oqlamoqda. O'zbekiston chempioni Ne'matullayev Lazizbek, marhamat. Aralash jang san'ati va Muay Thai sport turi bilan muntazam shug'ullanib boraman. Yutuqlarimga kelsak, 2022-yil Qozog'iston davlatida o'tkazilgan she'riyat tanlovida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, o'zbek qalamgir, ya'ni mohir qalamkash nomli ordenga ega bo'ldim va bundan juda ham xursandman. Qalqon maxsus guruhida sport o'yinlari, harbiy mashg'ulotlar, jangovar tayyorgarliklarga qiziqadigan va hozirda o'zini himoya qilish ko'nikmalarini shakllantirishga jiddiy kirishgan qizlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Ular orasida o'z maqsadiga erishish yo'lida jismoniy mashg'ulotlarning mashaqqatini yenga olgan va allaqachon ushbu mehnatlarining natijasini ko'ra boshlaganlari ham bor. O'tgan maktabga kirganman, 8-sinfman. Bu yil 1 yil ichida shunchalik o'rinlarga erishdim. Va ustozimga rahmat, birinchi o'rinda oyam bilan men noyabr oyida O'zbekiston chempionatida kamar yurishganman, mashina olganman, birinchi o'rin. Keyin 3-avgust kuni jahon chempionati o'tkazilgan, Dubayda o'tkazilgan jahon chempionatida 3-o'rin oldim medalni. Farzandlari tanlovini hurmat qilib, ularning harbiy ko'nikmalarini egallashi uchun zarur barcha sharoitlarni yaratib berayotgan ota va onalar ham chinakam vatanparvarlardir. Ular dilbandlari kelajagi uchun kiritayotgan investitsiyalari albatta o'zini oqlashiga ishonadilar va bugun ham dastlabki yutuqlardan quvonchlari cheksiz ekanligini ta'kidlashdan charchamaydilar. Oilamiz bilan birgalikda bolamizni olib keldik. Albatta imtihonlar asosida o'g'limiz qabul qilindilar. Mana 1 oy davomida bolamiz poligonlarda haqiqiy jangovar mashqlarda xizmat qildilar. Nihoyatda samarasi yaxshi. Farzandimni olib kelganimdan nihoyatda xursandmiz. Ota-onalarga ham shuni tavsiya qilamanki, farzandimiz uchun tikkan sarmoyamiz bu maktabda besamar ketmas ekan. Ushbu harbiylashgan ta'lim muassasasida matematika, ingliz tili, tarix fanlari va harbiy tayyorgarlik darslari, shuningdek sport to'garaklari mavjud. Bo'lajak harbiylarga maktabda ta'sis etilgan maxsus forma hamda guvohnoma taqdim etiladi. Hozirda fanlar va sport to'garaklarida 12 nafar harbiy va o'qituvchilar dars berib kelmoqdalar.
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kun tartibidan tushlikkacha maktab darslari va kunning ikkinchi yarmidan boshlab sport to'garaklari o'rin olgan. O'quvchilar 4 mahal issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanganlar. Ular uchun alohida nazoratchi, tarbiyachi va hamshira tayinlangan. O'z taqdirini vatan himoyasi, yurt osoyishtaligi bilan bog'lagan har bir o'g'il-qiz yaratilayotgan sharoitlardan foydalanib kelgusida jismonan sog'lom, ma'nan yetuk mutaxassislar bo'lib yetishishi shubhasiz. Bu borada Namangan Qalqon maxsus guruhi nodavlat ta'lim muassasasi